Ve an Abu Bakr Siddiq radıyallahu ta'ala anhu, Abu Bakr Siddiq Allah razı olsun bunlardan, anna qala arba'atun tamamuha bi arba'atin, dört nerseni toluqtaydı. Dört nerseni toluqtaydı. Tamamus salati bi sajdati sahvi, namazdın kemçiligini ketken katalarında adaşıp ketsen sajda-i sah dep koyadi. Salam bergenden keyin iki sajda-i adashuv sajdasini atqarsan, senin namazının kemçiligi oşa menen toladi. Was-savmi bi sadaqatil fitri, oroza tutup bir ay orozada ketirgen kemçilikleringni toluqtavchi orozonda bergen sadaqai fitring oşol kemçiliklerge to'ldiradi. Val hajji bil hadiyati, hajda barib hac atqarib hac amalini bitkenden keyin şu yerde bir qan chiqarib hadiya so'yatdir. Oşol hadiyasi şol hajdagi bo'lgan ketirgen makruh onca bo'lgan kemçiliklerini to'ldiradi ekan. Val imani bil jihad, imandın kemçiligini to'ldiruvchi jihad menen ekan. Jihad eğer musulmonlarga farz bo'lib qolsa, o'sha jihaddan qochmay jihadga borishlik menen iman to'liqlanadi. Hozirgi kunda yo'q, jihad yo'q. Jihad bo'lishi uchun ko'p shartlar bor. Hozirgi vaqtda jihad o'z nafsing menen. Jihad shayton menen. Shaytonga jihad qil, o'z nafsingga jihad qil. Ne deganda bugungi zamonda nafsdan qizituvchi ko'p narsalar ko'payib ketdi. Ol ilgari hech yo'q ediki, sen nafsingni qizitsa. Hozirgi kunda qarab turingizlar, nafsingizni qizituvchi qancha narsalar bo'lib o'tadi. Shuning uchun o'shaning saqlanish uchun al jihad emas, nafs jihatni qilaylik.